Gülşen Abbas. İnsaniyet vücutqa chiqargan barcha go'zallikda onalarning bevosita to'hpisi bor. Bir vaqt o'xshagan tamoq onasiz dasturxonga chiqmaydi. Hech bir oila onasiz holda illiq, baxtlik oila bo'la olmaydi. Hech qanday bir jamiyat onalarning qurbonliqsiz go'zal jamiyat bo'la olmaydi. Onalar qadrlangan, hurmatlangan va so'yilgan jamiyatdan insoniyatga sharaf, baxt, saodat va yuksalish elib kelgan farzandlar yetishib chiqadi. Bir jamiyatda onaning o'rni qancha tuvan bo'lsa, u jamiyat kishilarining baxt ko'rsatkuchi shuncha tuvan bo'ladi. Bularning hammasi bilingan, isbotlangan haqiqatlardir. Bizning bayon qilmoqchi bo'lganimiz ana shundoq onalardan biridir. Ba'zida qadrlanib, ba'zida qadrsiz qilingan. Oilasiga baxt saodat keltirish yo'lida tinimsiz tipirlagan. O'zini kuchlantirish yo'lida tinimsiz izdangan va o'z kasbida utuq qozongan bir ona haqida yezivatimiz. 56 yoshlik bir onani insonlikdan nasibasi yo'q bir necha odam tutib elib mangdi. Chashlarini oq aralagan, hayoti ilm tahsil qilish va kasal davolash bilan o'tgan bir ona, rayimsiz, vijdonsiz va imonsiz, manfaat tamasida nimaga buyurilsa shuni qiladigan bir to'p chil bo'ri orasida qoldi. Rayimsiz jallodlar onani uydan elib chiqib ketganda, uyning 4 temidan tortib, ona tutgan qozon cho'michkichi bo'lgan har bir narsani ig'ir, g'ayribliq, hasrat qopladi. Uy ichi zimistonga aylandi. İnsan qalbidan chiqqan vahshiyliklar tufayli necha million onaning qalbi qon yig'layotgan oylarda yana bir ona o'z erkidan ayrildi. Mana bu ona tunji avlod Uyg'ur tabiiy fan olimi Abbas Borxon apandining qizi, mashhur dorigarlik tadqiqotchisi doktor Rishad Abbas apandining singlisi, Tonulgan Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi Roshan Abbas xonimning ochisi, doktor Gülşen Abbas xonim edi. 2018-yil sentabrda tutqun qilingan doktor Gülşen Abbas 1962-yili Sharq Turkistonning Urumchi shahrida mashhur Uyg'ur olimi, jamoat arbobi Abbas Borxon apandi oilasida tug'ilgan. 1985-yili Urumchiga joylashgan tibbiy universitetni bitirgan. Gülşen Abbas xonim o'qish bitirgandan tortib, salomatligi sabablik baldur pensiyaga chiqishchi bo'lgan arliqda hukumat qarmog'idagi Xinjiang neft shirkati Nurliq ishchilar doktorxonasining doktori bo'lib xizmat qilgan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonimning bayonicha, Gülşen Abbas xonim Roshan Abbasning Amerikadagi kishilik huquq harakatlari sabablik tutqun qilingan ekan. Roshan Abbas xonim Amerikaning dunyoga tangliq Hudson tadqiqot institutida Uyg'urlarning beshiga kelgan qismatlar to'g'risida maxsus to'xtalgan bo'lib, u shu qitimliq so'zida Sharq Turkistondagi necha million Uyg'ur qatorliq Turkiy millatlarning jazo lagerlariga solanganligini xalqaro jamoatchilikka oshkorlagan. Roshan Abbas xonimning fikricha, Xitoy mushu sabablik Gülşen Abbas xonimni tutqun qilgan. Dunyoda madaniyat, demokratiya, inson haqlari to'g'risida har yili minglab yig'inlar ochiladi. Milliardlagan iqtisod mushuning uchun sarf qilinadi. Minglag'an tadqiqotchi maxsus madaniylikni
yana boshqalari inson haqlarini tadqiq qiladi. Dünyada hatta qurut qo'ng'izlargacha ziyonkashlikka uchramasdan o'z erki bo'yicha yashash targ'ib qilinadi. Türmelardagi jinoyatchilar rohat o'rindiqda 2 putini olmab o'ltirib, o'zi yaxshi ko'rgan kitoblarini o'qib, huzur olalaydi. Ammo navbat Uyg'urlarga kelganda 60 yoshga yaqinlashib qolgan, asrashqa, kuyinishga, qo'g'dilishga loyiq, oq ko'ngil, bag'ri yumshoq onalar jazo lagerlarida azob chekyotidi. Dünya faqat buning yaxshi bo'lmaganligini so'zlab qo'yish bilan bo'ldi qilyotidi. İnsan haqlarini kuzatish tashkilotidagi arboblarning va boshqalarning 50-60 yoshlardagi xonimlari xohlagan yerga bora oladi, xohlagan joyda sayohat qila oladi, farzandlari bilan chaqchaqlashib, xushal kula oladi. İnsanlık haqqı hürmeti eng ig'ir darajada dafsanda qilinayotgan Uyg'urlarning onalari bo'lsa, jazo lagerlarida xo'rlanayotidi, azob chekyotidi, hatto qiyin qistoqqa ilinayotidi. Doktor Gülşen Abbas xonimning tutqun qilinganiga 2 yildan oshgan bo'lib, uning qaysi lagerda tutib turilayotganligi, salomatlik ahvoli va boshqa jihatlardan 2 yildan beri hech bir xabar yo'q. Amerikada yashayotgan Ziba Murat apsi Gülşen Abbasning tutqun qilinganligi to'g'risida so'z qilib mundaq deydi. 2018-yili sentabrdan boshlab opam bilan bo'lgan aloqamiz uzildi. Opam tutilib ketib, singlim 2 haftadan keyin yangidi. Opam bo'lsa, o'zining yana bir navirlik bo'lganligidanmi xabari yo'q edi. Bizmo bolalarimizni opamizning yordamisiz cho'ng qilamiz deb o'ylabmi baxmagan edik. Shunga onalar bilan birga yashayotgan qarindoshlarimga onangizga bo'lgan minnatdorligingizni har zamon izhor qilib turing deb xitob qilgim keladi. Biz hayotidagi eng muhim odamlardan, suyganlardan majburiy ayirib etilgan insonlarning ovozi bo'lishni hargizmi to'xtatmaymiz. Ümidsiz Uyg'ur onalarni farzandlar bilan jam qilish uchun birlikda kurash qilayli. Nashrga tayyorlovchi Hikmatyor Ibrohim. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 13-sonidan ilindi.